Vohma qilib ochildinglar, lekin borgandan keyin go'shtli gamburgerimiz 2-3 kunda bo'lishi mumkin deyishga. Nechchi? To'g'ri, cheeseburgerdan sirni olib tashlasa oddiy gamburger bo'ladi, lekin menimcha narxi ham tushishi kerak o'shanga yarasha. Bilaman. Kuydirgilarni juda ham sog'ingansizlar. Bugun 4-5 kundan beri vohma bo'layotgan savolga javob beramiz. Burger King yoki Fidap? Ketdi, kuydirib ko'ramiz. Bu ishni qilishimizga sababchi Fidapning asoschisi Umid aka. Bilasizlarmi nimaga? Bilasanmi? Men bitta videolarini ko'rdimda, burgerlarini o'zlarinikini va boshqalarnikini solishtirganlarini. Men bu narsa noto'g'ri deb bilaman. Siz emas, biz solishtirib haqqoniy baho berganimiz yaxshi. Borib ko'ramiz. Hozir aynan shu ikkita fast food orasida juda ham ko'p muhokamalar bo'lyapti, to'g'rimi? Biz nima qildik? O'zimiz kirganimizda yo'q. Endi bizani tanib qolishib, nimadir qilib berishligi mumkin. Shu sababdan borib ko'ramizdan Muhammadni, Azizjon Ahmedovdan ikkinchi ukam Azizni kirgizib yordikda, ular olib kelishdi va biz endi baholaymiz. Xullas, Burger Kingdagi eng katta muammo bu bir очередь, mayli 25 minut deganda 20 minutdan shu очередь kutildi, 4 minutda burger chiqdi. Lekin sotuvchilar uzr, mol go'shtini hech tamamiz qolmadi. Qachon bo'ladi deganda 2-3 kunda bo'lishi mumkin deb aytishi, bu juda ham katta xato deb o'ylayman. Nimaga sizlar ochilib olsizlarmi? Sizlar naplivga odamlarning soniga tayyor bo'lishingiz kerak. Meni fikrim nima deb o'ylaysiz? To'ppa-to'g'ri. Ani faqat tovuq sotib turish bu juda ham g'alati. Shuni yeylu birinchi hozir Burger Kingga faqat tovuqni oldik, chunki mol go'shti hech tamasi yo'q ekan. Hozir O'zbekistonda go'shtda muammomi? Bismillah. Xullas, narxi 33 ming ekan, lekin ko'zimga tashlangan narsa bu burgerlarning hajmi kichkina. Juda kichkina. Juda kichkina. Endi kotletasi yaxshi, lekin bor. Mayonezda ozgina achimtirmaz desangiz bo'lsam, uksus ko'pligiga o'xshaydi. Yoki issiq joyda turib qolganman mana kuxnyada. Bilmadim, mana yeganinglarda ozgina achimtirmazda kelyapti. Bu ko'pincha, ya'ni uksus ko'p bo'lsa, mayonezlarda, ketchuplarda shunaqa mazza beradi. Lekin kotletasi yaxshi, ya'ni quruq emas. Quruq bo'ladi deb o'yladim men, lekin quruq emas. Noni yaxshi, lekin hajmi juda ham kichkina. Endi o'ngirga o'tamizmi? Sen fikring nima? Men fikrim sodержанияsi ichidagi narsalar kam bo'lganiga mazza ham shunaqa skuchniy bo'ladi deb o'yladim, zerikarli bo'ladi deb o'yladim. Lekin mazza nauzuliyan yaxshi. Mazasi yaxshi, lekin ichida bodring yo'q. Ortiqcha hech nima yo'q. Faqat pomidor bor ekan, sous bor ekan. Bu farsh emas, boya o'ylaganingdek, bu grujinka va quruq. Xullas. Buning ichida na pomidori bor, na ishlamasi yo'q. Longer balkim shunaqa bo'lar. Iceberg faqat bor. Ha, lekin grujinkani hisobiga quruq, go'sht quruqroq. Nima deysan? Quruq. Ano, o'ta darajada quruq emas, yeb bo'lmaydigan darajada. Lekin burgerga nisbatan bu quruq. Burgerga nisbatan quruq. Burgerni men yegan bo'lardim, buni o'ylab ko'rgan bo'lardim, to'g'risi. Ming afsus. Biz Burger Kingga boshqa mahsulotlarini yeb ko'ra olmaymiz. 2-3 kunga kelishga bizning vaqtimiz yo'q. Shu sababdan Burger Kingga boshqa mahsulotlar haqida fikrimizni ayta olmaymiz. Lekin 20 minut очередь kut va o'shandan keyingina senga uzr mol go'shti yo'q deyish ham bu noto'g'ri. Tayyorlanib ochganinglar menimcha ma'qul. Xo'p, to'g'risi Burger Kingga men chetga chiqqanda Qozog'istonda, Moskvada deb ko'rganimizda menga yoqmagan edi. Negadir har safar menga eski bulочка sovuq free keladi Burger Kingda. Toshkentdagi Burger Kingda ham shunaqa bo'ladi deb o'yladim. Nauzuliyan ancha yaxshiroq chet eldagi Burger Kingga qaraganda. Endi shu o'rinda bizning yana 3-sherigimiz bor, Muhammad. Ko'pchilik ularni ovozlaridan tanishib boshladi. Muhammad, siz yeb ko'ringda, fikringizni ayting. Azamat bilan Aziz akam aytganlaridek rostdan ham quruqroq, ichida narsalar kam bo'lgan hisobiga, lekin Azamat aytgan gapga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, o'zi endi 3 kun bo'lgan ochilganiga narsalar aynib qolishiga hali ulgurmadi. Tim bo'li qish paytidan asos. Xullas, endi Fidapga o'tirgan bo'lsak, bitta sizlarga taklifim, agar gamburgeringlar bo'lmasa, klassический cheeseburger bo'lsa, sirini olib tashlashinglar, narxi ham o'zgarishi kerak. Men hozir 2000 so'mga past ketishni aytdim. O'zi qancha bo'ldi? Qonun qoida bo'yicha shunaqa bo'lishi kerak o'zi aslida. Endi bu chicken burger, lekin nimagadir bizning chekimizda qishloqli chicken deb yozilgan. O'sha gap. 2000 so'm qani? Ayo, allashmabdi chicken ekan. Sirni ko'rmamiz. Yo'q, sir anaqani kotletni ichida ekan. Mana olinglar, mana bo'l, aldashmabdi. 2000 ga rozimiz. Shu joyga bitta. Bepalasat. Endi shu joyda hozir bizani o'sha gap, ya'ni bitta yarimtamiz bor. Katta. Sir ichida cho'tki mazza beryapti, lekin Bulочка ham bor. Mana bulочкasi ham yaxshi edi, lekin Uni yomon deyish mumkin emas. Bu ham yaxshi edi. U ham yaxshi edi. Bu ham yaxshi, deb sani o'zi kelganda bu bundan zo'rroq chiqadi. Buni ham sochni. Bu sochni, lekin bu bilan zo'rroq. Lekin sochni. Sochnisi ko'proq bundan. O'sha ichidagi siri rostdan ham boshqacha mazza beryapti. Bu gamburger emas, bu ichida sirop tashlangan cheeseburger bu. Bu o'zi bir paytda cheeseburger bo'lib tug'ilgan, lekin ozgina sirdan judo qilishgan. Bizlar aybimiz bilan sovuq qo'ydik. Ha. Gap sovugan emas. Mazasi yaxshi, prям go'shtligi bilinyapti. Lekinchi menga anu воздушность yetmayapti. Такой anu легкийroq bo'lishi yetmayapti. Qattiq qaraqadir, o'tni qattiq.
Prям Juda piyoz yo'q. yo'q shunaqa deysaru. Boshqa kotletga воздушность berilgan narsa non. Yo'q shunaqa deysaru. Bizda ham bo'lgan vaqtda shunaqa kotlet. Biz faqat tranchdan va bonfiledan qilamiz. Ichiga non solmaymiz, piyoz solmaymiz. O'shani hisobiga 170 gramm ko'p bizani kotletamiz. Prям go'sht bo'lib yegansan bo'ladi. Bu ham menimcha shunaqa texnologiyada qilingan. Biz burger olamiz, reklamasi ketib boradi. Kotleta yaxshi go'shtligi bilinyapti, lekin ozgina вот pachoqligini hisobiga bizanikicha просто bizaniki anu ishib turadi-ku. Kotletamiz kattaligini hisobiga bunaqa bilinmaydi. Bu kotleta nima deydi, yuqaligini hisobiga sal anu yetmayapti, anu ba'zi ushta yetmayapti. Mana bu fikrim menga juda yoqdi. Mazasi zo'r haqiqatdan. Bu menimcha azizga sotki o'zimizning ozgina aybimiz, sal cho'zdi. Sal kotlet sotib qo'yganimizga bizga shunaqa tuyulyapti. Xullas, endi narxlarga keladigan bo'lsak, kurina esa 36 ming ekan. Ma'mullarimizda sirli bo'ladimi, sirsiz bo'ladimi 39 ming ekan. O'zgarmaydi. 3 ming qani? 3 ming qani? Fida 3 ming qani? Mayli. Xullas, kattasi sho'ralib ishlaysiz hali. Endi xulosaga keladigan bo'lsak, birinchi xulosadan oldin aytadigan gapim Fida haqida. Umid aka, birovni brendini yomon tomonini ko'rsatib, o'zingiznikini maqtash bu marketing emas, bu reklama emas. Bundan ko'rasi o'zingiznikini afzallik, ustun tarafini ko'rsatingda, qolganlar xulosa qilsa nima deb o'ylaysan? To'g'ri qo'shilaman. Men bu qilgan videoyingizga videoni o'chirib tashlayapsiz, juda ham qarshi bo'lganman. Haqiqatan qarshiman va bu narsani juda ham noto'g'ri deb bilaman. Chunki ahamiyat bergan bo'lsanglar, men hech qachon o'zimning steykim bilan boshqalarning steykini, o'zimning burgerim bilan boshqalarning burgerini solishtirmaganman shu paytgacha, chunki bu katta xato. O'zimnikini afzalligini ko'rsataman, odamlar xulosa qiladi. Endi burgerlaringizga keladigan bo'lsa, menga chicken burger juda ham yoqdi. Haqiqatan kotletalarning ustida ozgina ishlash kerak, sababi sal menga quruqroq tuyuldi. Plotniy. Ha, plotniy bo'lib turibdi. Endi Burger Kingga keladigan bo'lsa, chicken burgeri menga haqiqatan yoqdi. Kotletasi vkusni, razmeri faqat kichkina, lekin longer quruqroq. Ming afsus, biz boshqa go'shtlarni yeyolmadik. Shu sababdan ochilishdan oldin bu narsani o'ylash kerak edi yoki birinchi kun ajotajni ko'ryapsizlarmi, qolgan kunlarga tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Meni fikrim shu. Keyingi safar nimani kuydirib beringlar yoki qattiq kuydirib beringlar, kommentariyada yozinglar va o'zingizlarning fikringizni yozinglar. Nima bo'lgan taqdirda ham har bitta brendga qaysi brend bo'lishidan qat'iy nazar, qattiq bo'lishidan qat'iy nazar omad tilab qolaman. Aziz akam hamma gaplariga qo'shilaman. Go'shtli burgerlarga keladigan bo'lsa, burgerlar mazali, no kotleta sal yo'l sovutib qo'ydi yoki o'zi haqiqatan shunaqa sal quruqroq bo'lsa kerak. Lekin uni hozir сравнивать qila olmaymiz Burger King bilan, chunki asosiy Burger Kingga kelimiz yeb ko'rmadik. O'shaning uchun konkretno ikkita chicken burgerni olib сравнивать qilaman. Ikkalovinikini detalni aytib o'tirmayman, detallarni hammasini aziz akam aytdilar. Umumiy qilib aytaman, menga Fedap chicken burgeri ko'proq yoqdi. Endi sizlarni kommentariyada kutib qolamiz, chunki biz sizlarning kommentariyalarini o'qib, ozgina fikr almashamiz. Nima dedik? Bo'ldi, mehr ko'zda, dilxiralik bo'lmasin.